Bolalar o'ynaydigan batut qattiq shamolda uchib ketdi. Navoiy viloyati Nurota tumani Chashma ziyoratgohi yaqinida batut shamolda uchib ketgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Nurota tumani hokimligi matbuot xizmati izoh berdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 27-aprel kuni soat 14:47 atrofida Nurota tumani Shahriston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Chashma tarixiy me'moriy majmuasi hududida o'rnatilgan tadbirkorlarga tegishli bo'lgan bolalar madaniy hordiq chiqarishi uchun mo'ljallangan batut qisqa shamol natijasida o'z joyidan ko'chib avtomobil yo'liga tushib tushgan. Sodir bo'lgan hodisa natijasida bir dona tungi chiroq uskunasiga shikast yetgan. Fuqarolar va yosh bolalarga tan jarohati yetmagan va avtotransport vositalari zararlanmagan. Vaziyat sodir bo'lgan vaqtda batutda hech kim bo'lmagan. Hodisa oqibatlari zudlik bilan tegishli xizmatlar tomonidan bartaraf etilgan. Tek tomoshan ham ketdi. Dada